Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari. Bugungi sanamiz 24-yanvar. Biz hozir Namangandagi Yashil dehqon bozoridamiz. Bilmaganlar uchun eslatib o'taman, mana shu bozorda har shanba kuni katta eski bozor baraxolka bo'lib o'tadi. Har doimgidek mana shu joydan sizlarga qo'ldan kelgancha yarim soatlik harakat qilamiz video qilib berishga. Bu yerda eslatib o'taman, bozorda eski hamda yangi narsalar juda ko'p. Uyga ro'zg'orga kerakli buyumlar, oshxona jihozlari, maishiy texnikalar, mebellar, hamma narsa bor, instrumentlar bor. Sizlarga qo'ldan kelgancha ruxsat berilganlarni bugungi bozorda borini ko'rsatib ketaman. Kelaverasizlar, kelmoqchi bo'lganlar, bozorning lokatsiyasi videoning ostida Telegram silka bo'ladi. Shu silka orqali kirsanglar, Shanba bozor lokatsiyasi deb yozib qo'yganmiz. Shu orqali bozorni adresini bilib olishingiz mumkin. Kelmoqchi bo'lganlar uchun faqat shanba kuni bo'ladi. Hozir mana bu pastga tushamizda qo'ldan kelgancha hozir bor narsani ruxsat berilganlarni ko'rsatib ketaveramiz. Rabochiy narsalar, yaxshi sizga kerakli narsa chiqib qolsa, telefon nomerlarini so'rab bilib beraman. Bog'lanaverasizlar. Ha aka, hozir tushaman. Xo'p, oldimizda mana domlar bor. Bu yog'i bozor ichkarisi. Mehnatimiz uchun mana sovuqda qo'ldan kelgancha xizmat qilyapmiz sizlarga. Bir donadan like bosib qo'yasizlar. Keyin tuzimiz hozir keluvdim, yo'q ekansiz. Ikkinchi qismini boshlab yubordim. Hurmatli obunachilar, hurmatli kanalimiz mehmonlari, iltimos bor edi. Ehsonimiz bor. 2 yoshli bemor qizga operatsiyasiga pul yig'yapgandek, shunda sizlar ham bir yordamlashib olinglar. Qo'ldan kelgancha imkoniyat darajasida iltimos qilaman. Karta raqamlar ekranda turibdi. Operatsiya qilinadigan qizni videosi ham bor. Kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Iloji bo'lsa mana shu videoni komment ostiga bu videoni ham silkasini qoldirib ketaman. Yordam qilib yuboringlar, qo'llab-quvvatlab bizni shu qizchamizga operatsiyasiga pul kerak ekan, yig'ib beraylik. Iltimos, imkoniyat darajasida 10 ming so'mdan bo'lsa ham shu karta raqamga tashlab nima qilsanglar, shu qizchamizga yordam bo'ladi. Juda ham qiynalgan oila ekan. Xo'p, rahmat, bo'lmasam boshladik. Ikkinchi qism bo'layotgan edi. Amakimiz hozir ish bilan ketib bo'lgan ekanlar, mana kelibdilar. Sekin narxini bilib bera olaman sizlarga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Peshin o'qigani ketganmidingiz? Salomatmisiz? Xo'p, yengil sizdan ham narxlar bilib ketaylik yana. 30 ming so'm, ha? Deytski mishoglar 30 ming so'm. Kattarog'i nech pul? 45 ming so'm. Bular nech pulda? 70 ming so'mdan. Kattasichi? 450 ming so'm. Ichida nima bo'ladi bulari? Tildan chiqqan tilpi bo'ladi. Ha. Preslangan-a? Yaxshi. Nima ekan bu aka? Nima o'zi bu? Hali lijeya bo'ladi-ku, cham. Ha, Rossiyskiy SSR'nikimi bu? Tagi qanday? Tagini ko'rsatingchi aka. Yo'nayda tunaka bor-ku, tunaka o'ynaydi. Ha. Ustidan buni kiyib oladi-da, oyoqqa kiyib keyin uni nima qiladi? Chang'ichilarga. Ha, tog'larda chang'chilari ekan bu. Jupi bormi buni parasi? Ha, qaramabman. Nech pul narxi buni? 120 ming so'm. Razmer nechi? Necha oyoqqa tushadi bu? 42 ga tushsa kerak deyaptilar. Butsalar nech pul? Rabochiy shkilga yo yangimi? Ozgina kiyilgan, nech pul? 100 ming. Razmer nechi? 44-43 razmerda ekan. Kichkina mana butsachi? 15 ming so'm. Tennisning sharlari nech pulda? Ikkitasi 15 ming. Ikkitasi 15 ming. Xo'p, press chiqaradigan nimalarchi? 40 ming, anusi 160 ming. 160 ming, bunisi 40 ming so'm. Manuschi? Bunisi 180. 180 ming. Yonidagichi? 80 ming. Unisichi, narginisi? 120 ming so'm. Juda yaxshi. Gantellar nech pul? Gantel 500 ming. 500 ming. Kelasi nech kilo? 16 kilodan. 16 kilodan. Mana yondagi kichikroqchi? 160 ming. 160 ming so'm jupiga. Yaxshi. Aha. Bo'shaydigan bo'ladi, bo'shatib. Bo'shatsa bo'ladi bularni. Xo'p, bunimiz 40 mingmidi qancha edi? 45 ming, 50 ming. Aha. 40 ming, 45 ming, 50 ming so'mga sotiladi deyaptilar. Xo'p,
perchatkalarchi usta? Bu takımın doniki. Aha. 70 ming so'm ekan. Mana ko'k qancha? Böyle 30 ming. 30 ming so'm. Mana öyle 25 ming, 20. Ya, buni kepkaga boshga nima qilib turib ham ishlasa bo'ladi, baksiyonlarga o'xshab. Aha. Texnikani kuchaytiradi, tezlikni. Qancha deysiz buni? Böyle 20 ming, 25 ming sotadi. Manosi 25 ming sotilyaptimi shunda hozir yo 20 mingmi? 20 ming, 25 ming desa 25 ming aytishdi, 20 ming. Xo'p. Yaxshi. 20 Yaxshi. Mana katta nechi pul ko'k? 70 ming. 70 ming so'm. Lapa nechi pul? Lapa 50 ming, mana shu 90 ming. 90 ming. Donaga menda u? Jupi 90 ming so'm. Ha, bu ham jup ekan. To'g'ri. Shlem qancha? Bunun şu 80 ming, Hop. mana da şu 70. Yana bormi? Ya bu boshqa chiroq. Hop. Mana botikdirmida, etikmi nimadirda? Rezinaviy. Nech pul narxi? 100 ming. 100 ming so'm. Razmer nechi? 42 razmer ekan. Butuna? Hop, spes formalar borda. Rabochimi bilan kiyilganmi? Keyin ha yangilari qolmadi. Tepa pas nech pul? Mana tepa pas shikiliga 80 ming. 80 ming so'm. Mana ularchi, mana 50 ming so'm. Ustuni o'zimi? Yaxshi. Mana nech pul? 50 ming. 50 ming so'm. Oyoqqa ishlaydi. Oyoqqa ishlaydigan. Usta malla nech pul? 40 ming, 35 ming sotadi. 35 ming sotilyapti deyaptilar. 41 razmer ekan. 550 ming. 16 kilodan. Narxi bir xilmi bulari? Narxi bir xil ekan. 3-4 xil varianti bor ekan, qaranglar. Biri 80 ming. Yaxshi. Mana nima ekan usta? Bu shinali. Bo'zmi bu? Nima bu? Qichitmaydimi bu? Jun bo'ladi. Sherst ekan-a? Kiysa naqshini. Nech pul bu? 100 ming. 100 ming so'm ekan. Nomer yozmasdiga yo yozarmidik? Nomer shart emas. Har shanba kuni kelyapsiz, xudo xolasa. Ash nech pul akamizni qo'llaridagi? Espander deydimi uni ham? 100 ming so'm ekan. Bilakka ishlaysiz. Salomat bo'ling. Sizga omad. Ha, manidan endi bir boshqachada qarang ko'rinishlari. Manidan. Salomat bo'ling. Xo'p, ko'rsatilgan narxlar bozor narxi. Shanba kuni shu yerda bo'lishadi, kela orasizlar. Hozir sekin pastga tushib boramiz. Soat 1dan oshdi adashmasam. Bugun endi yo'llasa nimaligi uchun sotuvchi akalari ko'plar kelishmabdi. Yuk bilan endi mashina yurgani qiynaladi, sirg'anchiq yo'llar. Ikkinchi qism bo'lyapti, xudo xolasa kanalimizda. Mana shu bozordan bugungi video. Birinchi qismini ko'rmagan bo'lsangiz, kanalda turibdi, ko'rishingiz mumkin. Mana. Hormaylar, assalomu alaykum. Nech pul ekan bu qo'shiq aytib turgan? 200 ming so'm. Sal ovozini pastlasa bo'ladimi? 200 ming so'm ekan. Radio ham bo'ladimi? Radio ham bo'ladi. Soati ham bor ekan-a? Soati ham bor, fanari ham bor. Fanari ham bor ekan, ajoyib. Soati ham bor, fleshka ham bor, radio ham bor. Bu tokka zaryad oladimi? Ha, tokka zaryad oladi. Aha. Bo'lish narxi nechi pul, aka? 180 mingga beramiz. 180 ming. Yangi narsa adashmasam. Ha, yangi. Batareyka. Batareyka bormi? Ichida akkumulyator bor hozir. Yo'q, tushundim. Batareykasi bormi komplektida? Batareykasi yo'q, komplekt. Korobkada yo'q-a? Yo'q, kabeli bor, xolos. Kabeli bor ekan lekin. Radio emitor. Aha. Yaxshi, mana radio, soatlar bor, fanari bor, fleshka o'qirgan. 180 mingga berar ekanlar, zo'r qulayliklar bor ekan.
Necha nomer beramiz buni sotib olishlari uchun? Telefon nomer. 99lik, ha? 99lik 040 040 39 63. 39 63 raqamiga bog'lanib, mana shu universal radiomizni olishinglar mumkin ekan. Muzikalniy sentr desak ham bo'ladi. Bolgarka nech pul ekan usta aka? 400 ming ballar. 400 ming so'm. Yaxshi. 280 ming. 280 ming so'm bunisi. Picholkami bu? Lovzik. Lobzikmi? Nech pul deysiz? 200 ming. 200 ming so'm. Lazermi bu usta? Hozir ekan 200 ming. 200 ming so'm u ham. Uni 100 ming. Manumi? Dazmol 100 ming yangi ekan. Manuchi? 150 ming. 150 ming kam bor. Sochalarga mashinka 60 ming. 60 ming so'm. Bog'laninglar aytilgan nomerga mana shu ko'rsatilgan narsalar kerak bo'lsa. Salomat bo'ling aka. Sizga baraka bersin, mozoringiz bersin. Ekraniga ijozat qilmagan ekrandan Yo'q, ekran emas, mana orqasida xel. Horma aka, assalomu alaykum. Bizni kutamasiz. Charchamayapsizmi? Antradalar olasiz. Ana, ana. Kech qoldingiz-a. Ishlaydimi bular usta aka? So'raganni aybi yo'q. Ishlaydi, zo'r ama. Ishlar ekan. Hamma ishlayapti. O'zbekcha gapiradi даже. Uchinchi tutdan burilyapsiz bo'lar-ekanda. Shunaqa O'zbekcha Hammasini gapirsa. aytadi, o'zbekcha aytadi hamma. Nech pul bular narxi shunda? Hop, narxi mana masalan mana bu 700 ming so'm. Aha. Zarobkasi bilan. Aha, Bular 600 mingdan mana. Neondan 7500 S. aha, 26 ga ardamdira qilingan. aha. 2026 ga abnavlanglar bo'lgan. Qilingan, ha? Hop. 26 ga qilingan. Bularchi? Bular ham xuddi shunday. Mana bu 500 ming so'm. Aha. Bu ham 500. Bu ham 500. Mana bu 1,5 million so'm. 77 S Black. Zo'r. S Black o'zi bu. Aha, zo'r. Bu ham 75. Yaxshi. 600 ming so'm. Mana uningiz nech pul? Postavkasi bilan. Ha, planshet 550 ming so'm. Postavkasi bilan. Postavkasi bilan beraveramiz. Yaxshi. Malla nima edi? Bu ham antradan, ham registrator, ham GPS. Ham GPS. Nech pul? Bu 1,5 million so'm. 1,5 million so'm. Mana nech pul ekan aka? Bu 150 ga beraveramiz. 150 mingga berasiz. Ishlaydimi axir? Ishlaydi, ishlaydi. Manuchi. Nima bu? iPhone mi nima bu? Planshet bu ham. Planshet iPhone. 250 ming. iPhone ni nimasida chiqarilgan ekan? 250 ming so'm. Yaxshi. Karmoncha nech pul? Karmonchani fotoapparatlari bor endi uni o'zini sotaveradigan 20 mingga beraveramiz. 20 ming so'm. Nomerlar nechi edi usta? Bular 94 bilan 94lik 181 181 72 72 02. 02 bog'laninglar aytilgan nomerga kanalimiz nomidan. Salomat bo'ling. Sizlarga omad. Xo'p. Xo'p, bu yoqda tarozi, keyin nima arralar bor ekan. Yangi ekan bular. Usta aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bo'lyaptimi? Ishlaysiz yaxshi? E'tiroz kelmaysiz, narsa ko'p deyapti. Ana, sotib bo'ldingizmi? Haligina e'lon qilib turasiz, uyda olib ketdi. Mashina. O, qanaqa batareya. Ha. Kelishdimi? Hozir olib ketdi. Rosa kelishdimi? Yaxshi. Biz yozib qo'yaverib, nima kerak bo'lsa bor qurudan. 95lik 95lik 904 904 49 77. Spark apparat qarang, balki arqon temperatur. Mana shu yumru pasharning oldida. Aha. 5-beklarda. Xo'p. Garajda hammasi bor. Mana olmen. Yo, tushundim. Har bozor chiqasiz. Ya, telefonni bering, qo'laveramiz. Bo'ldi. Men ko'rsatmayman. Taroz nima yo'lni o'ttasiga chiqib olgan? Hozir o'zi shunaqa. Yurayaptimi? Sotilyaptimi bu? Bor ekan. Ha, sizgimi? Bular yangimi? Arralar? Yangisi mana eskilari tugadi. Yangidan so'roq. Nech pul mana yangi? Mana u injektorni 58 Porsche mana. Xo'p. 400 beramiz. 400 mingga berasiz. 400 beramiz. Injektor motormi? Injektor motor 58 Porsche. Ana 58 Porsche ekan. Mana o'sichi. Buni balaga Boch. Boch. nasatkalik. Nasatkasi bilan. 350 to'g'ri kelyapti. Ardan o'zi 120, mana u 230. Buni original bolgarka mana Titan. 280 ming. 280 ming haqiqatda original ekan. Mana boch chiqqan o'zi. Mana sensorli o'tib, mana 160 ming mana. 160 ming. Amperda ishlaydi. Yaxshi. Necha deysiz nomeri? 95lik. 95lik 904 4977. 49 77. 77. 44 77 mi yo 49 70? 49 77. Salomat bo'ling. Ko'rsatmang iltimos. Xo'p. Charchamayapsizlarmi akalar? Bolta narxini bilib ketsak bo'laveradimi? 120 ming so'm. Rossiyskimi bu? Teshalarchi? U Andijonniki, ular 50 kami bor. 50 ming so'm kami bor, Andijonniki ekan. Xodimgilardan bu. Nech pul bular? Ulargisi 60 ming, bunisi 40 ming. 60 ming, 40 ming. Manuchi? Olib
Balatovlar 30 ming lira. 30 ming so'mdan balatoklar. Arra nechi pul mana? Kattaridan tayyorlangan 80 ming mo'l. 80 ming so'm. Gadalardan bular 50 ming lira. Bular 50 ming so'mdan ekan. Parasini olingan. Chiroyli tayyor qilingan a? Qilingan holat. Yasha. Gaz plita ham siznikimi? Nechi pul mana o'si? Bu 200 ming kami. 200 ming so'm kami bor. Mana nechi pul mana bir quloqliklar? 30 ming. Piltadirmidi? Qancha deysiz? 30 ming. Mana-chi. 80 ming so'm. Qozon unnatsa ham bo'lar-a? Bular nechi puldan mana? 130 mingdan beryapti ekanlar. Bular-chi aka? 180 ming, bunisi-chi? 180 ming so'mdan. Altay Rossiya. Altay Rossiya. Har shanba shu yerdamisiz? Shanbada qolsanglarmi? Salomat bo'ling, bozoringiz bersin, kela olasizlar. Bolgarkalar kimniki ekan? Bolgar karoq, Bolgar. Aha. Ya bo'ldi, ketib qoldilar. Narxini bilsa ham bo'lmasmidi, usta aka? Mayli, hijolat qildilar. Sizdinglarga nechi pul ekan mana akalar? Aytishim 50, 40 ga sotaverarman. 40 ga berasiz? Yangi. Yangi butun ekan. Butun Rossiyadan kelgan. 40 mingga berar ekanlar. Yaxshi. Juda yaxshi. Salomat bo'ling. Nima ekan bu? Assalomu alaykum. Material? Material nimasi nima? Plashovka deydimi? 7 ming so'mdan metri. Bo'zdimada buni? Yo'q, bo'z dema. Metriga 7 ming so'm. Eni nechi bo'ladi o'shanda? 150, 155, 160 gacha bor. 160 gacha bor. Metri shunda qancha deysiz? 7 ming so'm. Hammasi bir xilmi narxi? Salomat bo'ling. Nomerlar nechi usta? 99, 99lik 101, 101 50, 55. 50-55 raqamiga bog'laninglar. Akalar kimdan ekan bu? Narxini bilaylik, ancha yaxshi narsa bor ekan sizda. Noyoproq deydi-da, kerakli narsa. Assalomu alaykum. Samakat nechi pul ekan? 200 ming. 200 ming so'm samakatimiz. Yurada naqad va? Yaxshi. Plesoschi shep. 200 ming so'm. Arava ham sotuvdami? Aravani ham tavsiya qilaman, ajoyib arava ekan. 500 ming so'm ekan, qaranglar. Tavsiya qilaman shuni bir ko'ringlar. 500 ming so'm ekan. Xo'p, mana unimiz gaz plitami, nima bu? Yo'q, bu vitishka. Ha, vitishka, dudburon. Demixod. Dudbura, ha. Nechi pul ekan? Ya 400 ming. 400 ming so'm narxi. Ajoyib. Zo'r narsalar bor ekan sizda. Mana oq sapog nechi pul? Jeniski. 200 ming ehtimol. 200 ming so'm. Bu ham 200 ming. Yana 200 ming. Shuba bormi, nima bular? Ha, dublonka mana. Dublonka. Dublonka. Vo'ni. Holati ham ideal ekan, a? Ideal vaqtcha zo'r. Chiroyli ekan. Nechi pul ekan aka bu? 200 ming so'm. Razmeri bormi, yo'qmi uni? Razmerini bilmaganim. Aha. Yana bunaqa, yana kurtkalar. Krutka nima, kapshonkasi bilan. Razmeri bor ekan, bitta ko'raylik shuni. Yo'qmi? Yo'q. L ekan, L razmerda ekan. Narxi nechi pul buni ustida? 200 ming so'm bu ham. Yaxshi narsalar bor ekan sizda, gap yo'q. Yana koja yaxshi sap bo'ladi. Aha. Qalaymi? Ha, qalay. 30 ming. Mana shu 90 ming. Ancha kerakli narsa bor ekan, qiziqinglar. Qaysi biri sizga kerak bo'lsa, xarid qilinglar. Nechi nomerdasiz usta aka? 93lik, 93lik 861, 861 70 37. 70-37 bog'laninglar ushbu aytilgan nomerlarga. Salomat bo'ling aka. Yo'llar qaranglar, muzlab yotibdi, tayg'oq. Sumkalar bilaylikmi narxini akalar? Shart emas, xo'p. Bo'ldi aka, maslahat berishga bizlar labbay birinchi o'rinda. 200 mingga agar yutqizaman desanglar endi 200 mingga 250 kam bermayman. Bedanami mana aka, yo'q? Shu o'zimi? Qaralyoq deydi, g'irg'ir deydi. G'irg'irmi? Nechi pul narxi? Sayrab turgan. 20 mingdan sotdik. 20 ming so'mdan sotdingiz. Eski Uchta qopda? Ha. Buni ham sayraydigan yoshi bo'ladimi?
Ha, bu o'zi Yoshlari sayramaydi. sayradigan yoshda o'zi bu. Ha, ha, ha. Sayradigan yoshda. Boqadigan. Gap yo'q. Ha, bir 9 ta bo'ldi, ash 3 ta Uchta qoldi. qoldi, 6tasini sotibdilar. 6tasini sotdi. Gap Bizda yo'q. hali hobbilarimiz bor, ishqibozlarimiz Ha. bor, o'zi kelib ketadi şeydan. Gap yo'q. Hali eskitib beramizda boqib. Ha, nomeringiz nechi? 93lik. 93lik 879 879 76 79. 76 79. İsmi Mahatxon. Ahadxon. Mahatxon. Sava Savalar ham bor ekan. Qush ishqibozlari, kuş ishqibozlari. bog'laninglar. O'g'lanaydi. Avazxon akamiz, Avazxon deysiz? Ahadxon. Ahadxon akamizga uzr. Aka salomatmisiz? Narxini bilaylik shular, ma'lum. Bilang Nech pul narxi krovunni? 220 ming oshi. 220 ming ishlaydimi akalar? So'raganda aybi yo'q. Yaxshi. Mana 300 ming bolgarkamiz maketa. 300 ming? 300 ming. Yangi kichkilik a bu? Yangi ishlamagan. Mana rabochiy. Bu rabochi. Ma arra nech pul? Arra 35 ming. 35 ming so'm. Mana bu drill nech pul? Direkt 200 ming so'm. 200 ming so'm. Kamaytirib beraman deyaptilar. Mana nima o'y ekan? Bu pichoq chaqiradigan ilgarigi qadimgi rossiyskiy. Aha, nech pul aka? 150 ming so'm bu. 150 ming so'm. Mana oborotini ham ko'rib bering. Mana. Mhm. Va qo'lingiz tez aylanmasa ham varillatadi mana. Gap yo'q. Yaxshi narsa. Bulardan yo'q bo'lib ketgan o'zi. Aha, ruchnoy a shunda. Ha, ruchno yo'qolib ketdi. Hop, rossiyskiy boltalar nech pul? Rossiyskiy boltalar katta kichikligiga qarab. Mana shu nech pul? 90 ming so'm bular. 90 ming so'm. Mana u nech pul? Bu ham shunaqa. O kattasi 180 ming. 180 ming. Bunisi-chi? U 80 ming so'm. Mana u mutpelimi nech pul? Bu filmi 40 ming so'm. 40 Mana ming 200 so'm. ming so'm. O 200 ming so'm. Mana. O ana Mana bo'ladimi? dovushini eshiting mana. Oh, Mana. Haqiqiy shu urushni boltasi. gap yo'q. Qancha deysiz o'zini? 200 ming so'm ekan. Mana-chi? 200 mingga beramiz. 60 ming so'm. 60 ming so'm. Sizga murojaat qilishaveradim bunga? Bemalol, bemalol. Nomeri yana bir marta. 93lik. 93lik 879 879 76 79. 76 79 bog'laninglar. Ahadxon akamizga salomat bo'ling aka. Rossiyskiy narsalar. Aha, sizga omad. Boltasi 200 ming. Xo'p, bu yoqda yangi instrumentlar, hurmatli obunachilar, qisqacha sizlarga bularni ham narxini tanishtirib o'tib ketamiz. Ma'qul bo'lsa, telefon nomerlariga bog'lanaverasizlar. Aka, assalomu alaykum. Bugun endi bemalolroq ekansiz. Har safar kelsam yoningizda odam gavjum bo'ladi. Charchamayapsizmi? Bu tarafga o'tish iloji bormi? Malol kelmaydimi? Shu yoqdan yo ehtiyot bo'larsiz. Ovozingiz shun mikrofon yo'q-ku, yaxshi tushadi shunda aka. Xo'p, svarka apparatdan kelaylik aka. Xo'p, svarka apparatlar narxini bilamiz. Aka, mana shu birinchida turgan nech pul? Ham suvarka, ham montajniy. Hop. Двойной bu. Aha. Bunimiz 700 ming deymiz, 650 qilib beramiz. 650 ming qilib berasiz. 6 oy garantiyasi ham bor. Yaxshi. Bularda suvarka o'zi. Hop. Hech pul nech pul? 700 mingda 650 qilib beramiz. 1 million deb 900 qilib beramiz. Qani ikkitasi 1 millionda. Ikkalasi 1 million so'm. Risanta, eng brend. Titan. Hop. Yaxshi. Xohlasa Torresga ham qo'yib beramiz, originalligi. Ha, ha, ha. Mana nech pul? Atboynimi? Atboyni 20 kiloligi, 12 Hop. kiloligi emas, kattasi. Aha. Bemalol qo'qma ishlateradi bu. Aha. Hop, 950 ming qilib beramiz. 950 ming yangi narsa ekan. Sizda rabochi bo'lmaydi, aytmoqchi. Bu ham suvarka, ham kontaj bu. Ha? Ham suvarka, ham kontajli bu. Yaxshi. Arrelman katta motor 58 oligonlarimiz. Mallami? Ha. 600 da 570 ham qilib beramiz. Ikkalasi bir xil narsa. Mana o'sini 400 da 370 dan qilib beramiz. 370 mingdan, yaxshi. Komplektli bor. Abreznoy bog'bonligi. Aha, shoqqachi. Shohqachi, shoharri. Aha. Bunimiz 600 deymiz, 550 qilib beramiz. Perforator. Narxi bir xilmi ikkalasini ham? Komplekt bitta bo'ladi. Ye, ha, 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 bo'ldi. Perforator. 600 ming deymiz, 550 dan qilib beramiz. Mana 26 lik ana patoloshning perforator deydi. Bularimizni 300 deb 280 qilib beramiz. 280 mingdan. Elektropilalar bor. Ularimizni 330 deb 300 qilib beramiz. Buni hammasini obmotkasimiz, garantiyasini o'z beramiz. 1 million aka kamaytirib beramiz. Lazerlar usta. Lazerlarni tanlab olishga 300 mingdan. 300 ming so'm tanlab Optimum. olish optim narxida. Mana Texa mana Shurportda Germaniya bilan Qozog'iston salmesini ishlagan.
Bularimiz 400 deb turib 300 dan qilib beramiz. 300 ming so'mdan qilib beramiz. Mana katta anaqa 10 talik kapsulali batareyalar yangi keldi. Xo'p, Bularimiz 450 deb 350 qilib beramiz. yaxshi. Mana ularimiz 190 mingdan tanlab olish. Gakavolt bor 450 mingdan. Juda yaxshi. Drellerimiz atboynik Aha. 1100 vati Aha. 300 ming deb 250 mingdan qilib beramiz. Prosoyrog'i bor. Ularimiz 180 deb 150 qilib beramiz. Yaxshi. Nimalar-chi manda? Dazmollar. Mana ular 32 gacha nasatkasi 100 ming deb 70 ming qilib beramiz. Mana 130 qilib beramiz. Mana 230 ming qilib beramiz. Bular germanskiy. Yaxshi. Mana ularimiz hop Nima bu o'zi? Hamilyon maska, suvarshilarga o'zi urganni qoraydi. O'zi Ha, ha, ko'zga ha. umuman suvarga tushirmadi, yuzi Aha. bilan to'sadi. 70 mingdan berdim. 70 ming so'mdan. 20 ta kuliting bormi? 400 deb 340 dan qilib beramiz bolgarkadan o'rtanchisini. Mana ular bor, mana 280 deb 240 qilib beramiz. Aha. Titan. Aha. Mana texalarimiz 230 dan, maketa bilan uragan bosh maketalar 220 mingdan qilib beramiz. Yaxshi. Endi Xo'p. Nimachi? Picholkalar Picholkalar. katta 180ligi 450 ming deb 400 qilib beramiz. Hop. Abnotkasi misli, Hop. 300 qilib beramiz. Bunisi 300 ming. Anuchi, pushkami nima u? Pushka u 220 ming qilib beramiz. 220 ming so'm. Manuchi nima u ekan bu? Tarsov. Tarsovkami? Nech pul? Texa. 850 ming qilib beramiz. 850 ming so'm. Mikserlar. Bizda mikserlar 330 da 300 qilib beramiz. Va mana katta motorimiz bor, 550 da 500 qilib beramiz. Aha. 300, narginisi 500 qilib berar ekanlar. Texa bilan Krovonchkilga bunisi? Baykal. Baykalmi? Bizning abnotkasimiz garantiya Gap yo'q. Xo'p, nomer nechi edi aka sizdagi? 90lik. 90lik 551 05 09. 0509 aka o'z kanalida ko'rdingiz. Mana shu instrumentlar nima kerak bo'lsa, Dastavkasini qilib beramiz. akamizga bog'lana olinglar, dastavkasini ham qilib berar ekanlar. Qolgan telefon orqali bog'lanib gaplashsanglar bo'laveradi. Salomat bo'ling aka. Ishingizga baraka bersin. Xo'p, hurmatli obunachilar, endi e'tiboringizga seyflarni ham narxini tanishtirib o'tamiz. Ma'qul bo'lsa telefon nomerlariga bog'lanishinglar mumkin bo'ladi. Akajon, charchamayapsizmi axir? Yo'q, yaxshi. Bugun eng kichigi qaysi biri? Shularmi? Kichkinasi sotdik, o'rtanchasi qoldi. 5 tasi 380 dan. Bu ikkita va bu uchalasi 5 tasi 380 dan. 380 ming so'mdan. Razmer nechiga nechi bularni? 30 ga 35, oyoqdan tashqari 50. Aha, oyoqdan tashqari 50. Mana Bunisi-chi? shu 400 ming. 40 ga 35. Endi 50 rog'a. Ha, 40 yil. Malla 500 ming. 500 ming so'mdan. Ha. Ichida bolachasi ham bor-a? Bolachasi ham Ularga bor, hammasi o'xshagan. bor. Nima bu qo'lingizdagi? Bitta Ha. Qancha chiqyapti bo'yi? 60 oyoqdan tashqari. Oyoqdan tashqari 60. Enichi? Yine 38 ga Aha. Endi 38, 30 akar. 30. Shunaqa seyflar kerak bo'lsa, katta kichik bundan ham kattalari bo'ladi, qilib berishadi. Bor tayyorlari bog'lana orasizlar. Bu yoqda 2 etajligi ham bor-a? Nomerlar nechi edi usta aka? Telefon nomer 94lik 94lik 201 301 07 07 50. 50 raqamiga bog'lansanglar, qanaqa razmerda sizlarga seyf kerak bo'lsa, akalarimiz qilib berishadi. Salomat bo'ling. Ishingizga omad, yaxshilikni ko'rishaylik. Aka nima chekka chiqib ketdingiz? Keyinroqmi? Xo'p. Xo'p bo'ladi. Shuni yasatganda kerak. Xudo xolisa, xo'p. Telechkalar kimniki edi, telechkalar? Nechi pul narxi? 120 ming. Kichkina baloligi ham shunaqami? Bunisi 300 ming so'm ekan, bunisi 150 ming so'm ekan. Stollar nechi puldan? Stollar 100 ming so'mdan ekan. Telefon qilishsinmi nomerga? Ayting o'sha nomerni. 93lik 944 19 100 ming dedingiz-a stollari? Yaxshi. Telechkalar, stollar kerak bo'lsa, bog'laninglar. Salomat bo'ling aka. O'choqlar kimniki ekan o'choq? 100 ming so'mdan sotishyapti ekan o'choqlari. Listan ekan-a bular? Qalin lis ekan. Charchamayapsizlarmi usta aka? Allohga shukr.
Bu yoqda ofisnoy kelgan sartaroshlar uchun va kompyuterskiy stullar. Har shanba kuni shu yerda bo'lishadi. Do'stim, charchamayapsizmi? Arava nima bo'ldi? Sotib yordingizmi? Pul berganga berib yordingizmi? Assalomu alaykum. Qanchaga sir bo'lmasa? Assalomu alaykum. Sir bo'lmasa agar. Yo'q. Ha? Sirmi? Gap yo'q. $100 nimaga? Tekshirib oldim o'zim. Yonga qaramabdi. Yonga qaramabdi. Mana nechi pul oshni? 1 million kam bor. 1 million kami bor, velo trenajyor. Qo'l deydi, qisqa bo'ldi. Grusha nechi pul oshni? Mana katta 450 ming so'm ekan. Akamizdagi nechi pul? 900 ming. 900 ming so'm. Yaxshi. Nasoslar nechi puldan oshni? 450 ming so'mdan. Mana katta blender nechi pul? 150 ming. Kichkinasichi? 200 ming so'm. Vitishkalar nechi puldan? 300 ming so'mdan. Mana ham siznikimi yo sizdan emasmi? Lyustrami, qandil, ha? Yaxshi. Nechi pulani? 300 ming. Pastadagi nimalarchi duxovkalar? 300 ming so'mdan. Tanlab olish 300 ming so'mdan ekan. Yaxshi. Tosterlar nechi puldan? 1 million so'm. 300 ming. Bunisi 300 ming. 200 ming. 200 ming so'mdan. 250 ming. 250 ming so'm bunisi. Anichi? 1,5 million so'm. Fruiterchi? 700 ming. 700 ming. Manuchi? 200 ming so'm. Mana qanaqa qozon edi bular? Ovqat qiladigan multivarka. Nechi pul narxi? 100 ming so'm. Bular ham shunaqa narxi? Narxlari bir xil. Mana ham yaxshi narsa edi-da, oshna shuni ko'rsataylik narxi bilan. Ko'pchilik qiziqayotib turdi o'tgan bozorda. Nechi pul narxi? 1 million 200. 1 million 200 ming so'm velo trenajyor rossiyskisi. Juda pishiq ishlangan. Samakatlar nechi pul oshni? 150 ming so'mdan aka. Bitta, bu yoqda yana bitta bor. Mana ishlaydimi grill apparat? Ishlaydi elektrligi. To'kligi? Nechi pul narxi? 900 ming so'm. Kraska pishiradigan ham bor. Ichida, yonida? Yo'q, bu boshqa narsa. Ha, alohida narxi alohida 700 ming so'm. Nomerlar nechida oshni? 88lik 130 67 67 shu yerda ko'rilgan narsalar, aytilgan narsalar kerak bo'lsa bog'laninglar. Qani? Manumi? Mexanika deysizmi? Odam o'zi kuchi bilan yuradimi? Yurishingizga qarab tezlashadi. Qancha narxi? 1 million 400. 1 million 400? Zavodskoy Mexanika ekan. Tushunarli. Mana uni o'zi nechi pul? 250 ming. 250 ming so'm. Ishlarga omad oshna. Charchamang. Xo'p, hurmatli obunachilar, kelarasizlar. Shanba kuni mana shu bozor bo'lib o'tadi. Katta eski baraxolka bozor lokatsiyasi. Mana shu video ostida, komment ostida Telegram ssilka qo'yib qo'yaman. Shunga orqali kirsanglar bozor lokatsiyasi bo'ladi. Kelgan hurmatli obunachilar, ekranda 2 yoshli bemor qizimizga ehson yig'ilyapti. Shuni karta raqamlar turibdi. Qo'ldan kelgancha yordam qilib yuborsanglar, xursand bo'lardik. Qiynalgan oilaning farzandi ekan. Qo'ldan kelgancha yordam beringlar, ehson qilinglar. Iltimos, aka-uka, opa-singillar. Sizlar uchun xizmatdamiz. Videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Keyingi shunaqa manfaatli, foydali videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.